Assalomu alaykum xormeylar. Somsa keldi, somsa. Xudo xolasa dudlangan baliqlar qatoriga o'tdik mana. Bu qanaqa baliq endi? Tasvir balig'i necha kilolisi bu? Kichkinaroq razmeri. 800 gramm. Narxi qanaqa bo'lyapti? 18 ming so'm bugungi narxlar. Xudo xolasa mana. Sveji bir tog'ora qo'ygan. Yirikroqchi kerak. Somsani zo'ri keldi. Yirikroq qancha? 30 ming? 35 ming, ha. Bu 35 ming bu yo'q narxlar. Xudo xolasa mazaq yeydigan, yog'li, ha? Obitobidan hammasi. Keyin charchamanglar, savdolarni bersa, kuninglar xayr, sog' bo'ling keling. Assalomu alaykum xormeylar. Sudak baliqdan qilingan, dudlangan baliqlar, to'g'rimi keling? Sudak baliqlari shirin bo'ladi, ta'mi. Baxshi zo'r bo'ladi. Qiltanog'i bo'lmaydi, yosh bola yesa bo'ladi. Yosh qotalar yesa bo'ladi. Narxlar qancha bo'ladi keling? Bular 50 mingdan. Bular 50 mingdan, bular 40 mingdan. Xayri bor. Ko'proq olsangiz, to'g'rimi? Ko'proq olaman degan 100 ta 2 so'mga chiroyli qilib berasiz. Chinoz baliq bozorida har xil baliqlar qilib dudlanganlar bor. Bu yoq qanaqa baliq keling? Mana. Ko'rib olish shunqa ekan bu baliqimiz. Bu narxi olsa 50 ming, 40 ming, 35 ming. To'g'rimi? Gap bor mana. Xudo xolasa olaman degan maqsad aka-ukalarimiz kelaveringlar. Chinoz baliq bozoriga juda ham baliq dudlangan ko'p ekan. Charchabanglar, sog' bo'linglar, savdolarni bersa, kuningiz xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum xormeylar. Bu qanaqa baliq keling? Talso'lab asosan. Kattasi bor ekan, o'rtachasi bor ekan. Keyin Xudo xolasa sveji, mazaq yeydigan, pishgan qitiqlaydigan baliqlar mana. Narxlari qancha bo'ladi keling? Necha kilolik bu? 2 kilo talso'lab 50 ming kilosi, donasi. 1 kilodan oshiq talso'lab dudlangani 35 ming. Ana 50 mingga 35 ming kami bor, to'g'rimi? Ozgina o'tirgan joylari bor. Sveji juda ham ko'p bo'lsa, kirishtirgan joyi bor, ha? Xudo xolasa 50 ta so'raganlarga. Yana charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolarni bersin. Baliq juda ham serob ekan, bugun ko'p ekan. Assalomu alaykum xormeylar. Mana baliqlarni ko'ryapsiz. Qanaqa baliq kerak bu? Govlar. Govlardan tayyor dudlangan, xudo xolasa. Taxlab qo'ysa, nechta bor ichida? 1000 ta bor-a? 700 ta, 600 ta. Chiqadi bemalol. Ko'p. Juda ham maydasidan bor 7 gacha bor ekan, ha? Narxlari qanchadan qanchagacha? 1,5, 2,000. Mana jerik bilan shamaykamiz bor 12 ming. Mana nechta 15 ming. Qarang. 1,5 mingdan boshlab, 1000 so'mdan boshlab, 1,5 dan boshlab 15 minggacha bor. Bo'lar 1,5 ming, 2 ming, 3 minggacha. Mana bu lesh bilan shamaykalar bu 12 ming, bu jerik bu 15 ming plyus. Bo'ldi. Demak, narx o'ziga qarab, baliq turiga qarab. Kami zo'r. Sveji. Ko'proq olganlarga kelishgan joyi bor ekan. Ko'proq olaman, masalan, bir tog'ora olaman degan kelishib berasiz. Chunozga baliq bozorga kelaversa, xudo xolasa, narx darajaliga bo'lsa kelishib berasiz. To'g'ri, chiroyli. Ismingiz kim? Nazarga bilan uchrashasizlar, xudo xolasa baliq temasi bo'yicha. Mana shunaqa shamayka, lesh, govla baliqlari. Juda ham ko'p. Gap yo'q. Keyin charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolarni bersa, kuninglar xayrli bo'lsin. Baliq ko'ryapsizlar. Zo'rlar chetda.